Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana yana bitta obyektimiz bitta juda ham chiroyli holatda chiqdi. Ko'ringlar, o'sha har bitta nimada video syomka qilib chiqyapman. Shorts videolarda ko'rayotgan bo'lsalaring, o'sha pechatlar tiniqligini mana katta misol katta hajmli videoda ham xullas buni video syomka qilib chiqaraman. Juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Har bitta mana zarlariga e'tibor beringlar. Juda ham ideal, juda ham tiniq holatda chiqyapti. Qadrli obunachilar. Mehnatimiz yoqayotgan bo'lsa, layklarni bosib turinglar. Xudo xolasa yana yangi videolarni qilib chiqaramiz. Keyingi videolarimiz Farg'ona shahar, keyin Qo'qonda bo'ladi. Xudo xolasa yana avval tomonlardan ham ishlab olganmiz. Xudo xolasa ularda ham chiroyli qilib video syomka qilib chiqaraman. Juda ham ideal holatda chiqadi mana. Ahamiyat beringlar. Tiniqligi ham o'ta tiniq holatda. Vodiy bo'ylab razmerlarni o'zim o'lchaganda boryapman, o'zim tavsiyalarni beraman. Xudo xolasa chiroyli holatda chiqadi, xudo xolasa. Mana kimki niyat qilgan bo'lsa, kommentariyaga niyat qildim deb yaxshi niyatda fikrlaringizni bildirib ketinglar. Xudo xolasa sizlarga ham shunaqa natijali patologlarni chiroylisidan qilish nasib qilsin. Narxlarimiz 50 ming so'mdan boshlanadi, 150 ming so'mgacha bor. Kачество zo'r, tiniqligi tiniq, juda ham ideal holatda chiqyapti mana. Obunachilar, videolarimizni ko'p odam ko'ryapti, lekin layk bosish esdan chiqib qolyapti. Layklarni bosibcha paddashga qilib turinglar, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana. Mana ajoyib ideal holatda chiqyapti xullas. Bunga ham o'sha bagetlarni yopishtirib, qirg'oqlariga chiroyli xullas bezaklarni bersa bo'laveradi. Hozir pashti 80-90% odam splashnoy holatda qilyapti. Splashnoy holatda rasxoti oz bo'ladi, ham chiroyli chiqadi. Mana ko'ringlar. Splashnoy ham xullas modasi ham bo'lmaydi, juda ham chiroyli holatda chiqadi. Shika turga bo'lgan joyi. Sizni ham devoringiz mana shunaqa holatda bo'lsa, bemalol natijali patolog qilsangiz bo'laveradi. Devor o'zi tekizlangan holatda turibdi. Shpakilovkasini keyin tortib, yana mana ishlarni davom etqizsa bo'laveradi. Mana. Juda ham chiroyli holatda xolos ishlarimiz bityapti. Hech qanaqa bu videoga misol effekt berilgan yo'q. Qanday bo'lsa o'sha holatda olib berilyapti. Olib borgandan keyin ham o'sha videoda o'zini qanday holatda bo'lsa shuni ko'rsatib, katalogda ham xuddi shu narsalar. Diod qo'ysangiz yana ham yarkiroq bo'lib chiqadi mana ichkari tomondan. Diodlarni qo'yilsa juda ham yarkiroq bo'lib chiqadi. Hozir bu yerda svetimiz ichcha pilpillashib bor ekan. Nimasi past. Bu hozir kunduz kuni olinyapti. Kechqurun yana ham yarki bo'ladi. Bemalol misol spannilar bo'lsa, kechqurun diodini o'zini yoqib qo'ysangiz ham ajoyib xullas romantikniy xona bo'lib turaveradi. Mana. Kecha bundan oldingi videolarimda ko'rsatganim o'sha baliq, misol hayvonlarni ham rasmini tushirib beramiz, har xil narsalarni qilib beramiz. O'zlaringga yoqadigan fasollar bo'lsa, o'shanaqa narsalarni ham qilib beraveramiz. Ular juda ham chiroyli holatda chiqadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.